Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, Unikus kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi 15 kilovatlik Nijniy Gareniya kotolimiz tayyor bo'ldi. Zakazga tayyorlab berdik bu kotolimizni. Bir qator narxlarni tushuntirib o'tib ketaman. Kotolimiz ochiq sistemaga mo'ljallangan. Komplektda расширительный baki bor, 40 litrlik, qurumini tozalaydiganlari bor. Shu holatda 9,5 millionga tayyorlab berdik. Kotollarimizni narxi o'zgarib turibdi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar, inobatga olib, 2 oy, 3 oydan keyin ko'rib turib ham shu kelishmovchilik bo'lib qolyapti. Shuning uchun narxini aytib ketmayapti video davomida. Kotolimizga 3 barli zirnok klapan qo'yilgan. Mabodo avariyniy holat bo'lib, расширительный bak muzlab qolsa, shu zirnok klapan otib yuboradi. Termometr qo'yilgan, gradus ko'rib turgani, 32 lik patrubka qo'yilgan, podacha 32 lik obratga qo'yilgan, patrubka tent tonni bor, 20 lik patrubka qo'yilgan, shu joyidan sliv to'kib bergani suvini to'ldirsanglar ham bo'laveradi sistemaga. Kontroller qo'yilgan. Bu joydan gradus boshqariladi. O'chishini 65 gradusga qo'yib qo'yganmiz. Yonishini 40 gradus. Oralig'ini ham sozlab qo'ysanglar bo'ladi. Buni kontroller bilan. Voltmetri bor. Ventilatorda оборотini balandlatib pasaytirgan regulyatori bor. Shu joydan shu holatda topkasi bu joyi ko'mir shu yerdan zapravka qilinadi. Ko'mir sig'imi 35 kilodan 50 kiloga davr ko'mir sig'adi. Bitta zapravkasiga ko'mirni yiri maydaligiga qarab 10 soat 15 soatda bir shu tosh kul to'lib qolsa, shu rishotkaga yushga qilib qo'yganmiz. Qimirlatib qo'ysanglar, tosh kullar kuldoniga tushib ketadi. Kuldoni ham katta qilingan, chuqur qilib qo'shimcha eshik qilib ketilgan, qalinligi 17 mm. Shu ham rishotka qo'yib ketganmiz, qalinligi 25 mm. Shu holatda ventilatorlarga klapanlar qilingan, havo tortmasligi uchun termostoyki kabellar qo'yilgan, nejiga gofraga chiroyli qilib montaj qilib qo'yganmiz. Klapani bor. Teplobmenniylari shu joyda tozalanadi. 8 mm lis qo'yib qo'yilgan. O't bu yerdan yonib chiqib, pastga kirib ketadi. Bu teplobmenniyni aylanib o'tib, dimoxodga o'tib ketadi, mo'riga. Mo'rini shu yerdan qurumlarda oborasizlar, ochilib yopiladi. Teplobmenniyni tozalaganinglardan keyin shu joydan qurumlarda oborasizlar. Eshik qilib ketyapmiz, qulaylik bo'lish uchun. Kraskalari 1000 kraska chidab beradi. Eshiklar, tay tomonlari, dimoxodlari shunaqa kraskaga, termostoyga kraska qilyapmiz. Shu holatda kimga shunaqa kotollar kerak bo'lsa, nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa murojaat qila olasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, layklar bosib ketinglar. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Manzilimiz Andijon tumani Zelenimosda joylashgan svarka seximiz. Telegram kanallarimiz bor, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mabodo kelib ko'rmoqchi bo'lsanglar, lokatsiyalar tashab joylab qo'yganmiz. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.